Assalomu alaykum, hurmatli Agromakus kuzatuvchilari. Bugun men sizga 3% bardo suyuqligini to'g'ri tayyorlash uslubini ko'rsatib beraman. Bardo suyuqligi nima uchun ishlatiladi? U asosan daraxt tanasidagi zararkunandalarni va har xil kasalliklarni yo'q qilishda qo'llaniladi. Bularga parsha, manelioz, zang, septarioz, qora chirishlarni va bakterial nekrozlarni misol qilsak bo'ladi. Bardo suyuqligini tayyorlash uchun bizga ikkita plasmas yoki sirchali chelak kerak. Temir chelaklar bizga umuman to'g'ri kelmaydi. Chelagimizga 5 litr issiq suv solamiz. Ustiga 300 gram mis kuporosini solamiz. Ikkinchi chelagimizga 300 gram oxoq solamiz. Ustidan 5 litr issiq suv quyib, eriguncha aralashtiramiz. Endi mis kuporosli suyuqlikni oxakli suyuqlik ustiga solamiz va aralashtiramiz. Agar aralashmaga temir, masalan men armatur botirdim, botirganda zanglasa unga 50 gramcha oxak qo'shish kerak. Bu mis kuporos ko'payib ketgandan bo'ladi. Bu bardo suyuqligini bemalol daraxtlarga sepishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga telefon qiling. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga podpiska bosing. Siz bilan hurmat ila Agromak.uz jamoasi bo'ldi.